Flamingo. Bu kam uchraydigan go'zal qushdir. U uzun bo'yni, ingichka oyoqlari va qizg'ish rangi bilan boshqa qushlardan ajralib turadi. O'zbekistonda flamingolarni asosan quyidagi joylarda uchratish mumkin. Qoraqalpog'istonning Sudoche Akbetki davlat buyurtma qo'riqxonasida, Orol dengizining janubiy qismida, ya'ni ular o'sha yerda uya quradi. Sirdaryo va Zarafshon daryolari atrofida uchib o'tish vaqtida dam oladi. Flamingolar uchib o'tuvchi qushlardir. Ular qish mavsumida iliq o'lkalarga, Janubiy Afrikaga, Kaspiy dengizining janubiga, Hindiston va Pokistonga uchib ketadilar. Flamingolar zaif qisqarib borayotgan tur hisoblanadi. Bu degani, ularning soni tabiatda kamayib bormoqda. Ular yashaydigan suv havzalarini ifloslanishdan asrashimiz zarur. Bu qushlar O'zbekistonning Qizil kitobiga kiritilgan bo'lib, davlat tomonidan muhofaza qilinadi. Flamingolarning pushti rangi ular iste'mol qiladigan mayda pushti rangli qisqichbaqalar va suv o'tlaridagi moddalar hisobiga paydo bo'ladi. Flamingolar suv qushlari hisoblanadi. Shu bilan birga ular osmonda yaxshi ucha oladilar. Ularning tumshug'i pastga qarab egilgan bo'lib, suv ichidagi oziqni filtrlashga, ya'ni saralashga moslashgan bo'ladi. Flamingolar hech qachon yolg'iz yashamaydilar. Ular minglab qushlardan iborat katta to'da bo'lib yurishni yaxshi ko'radilar.